Biz Cumhuriyet qurganda. Abdori Abduvali Ayub. Biz tunji Cumhuriyetni qurganda musulmon dunyosi texi Cumhuriyet degan so'zning Qur'onda bar yo'qlik haqida o'ylashayotgan va talashayotgan edi. Bu talash tartish texcha ularda biror nupuzliq javobga sahib bo'lolmadi. Ammo ajdodlarimiz dunyoda tunji islom bilan atalgan Cumhuriyetni qurib chiqdi. Biz tunji asos qonunni e'lon qilganda texi islom dunyosida davlatni, fuqaroni va jamiyatni insonning emas, qonunning boshqarish kerakligi haqida tafakkur qanotlanmagan edi. Ajdodlarimiz odamning og'ziga qarab qolgan islom dunyosi qarshi holda hamma odam qonunning moddalariga amal qiladigan bir holatga qadam bosdi. İslam dünyasida huquq atadan balıq miras qaladigan, fuqaroning bo'ysunishdan boshqa yo'li bo'lmaydigan bir zamonda Qashqarda demokratik saylan bo'ldi. 1933-yili noyabrda İstiqlal Jamiyati a'zolari Qashqarda saylan qilib, Xo'janiyaz hojini rais jumhur qilib tanladi. U chaqda musulmonlarning ko'pi saylanning nimaligini bilmaydi. Ular davlatni ya birər dini məvlivi, əvliya, yoki kahillarning avlodiga tashlab berib, peshida istiqomat qilatdi. Yoki podshoh pushtidan bo'lgan birər talaylikning hokimiyatiga bay'at qilib, ularning to'g'ri qilganlarini hikmat, xatoliqlarini ibrat, sadiq qilganlarini nimmat deb bilib, tirikchilikni davom qilatdi. Ular qonunni tuzadigan ziyolilar, shu tuzilgan qonun bo'yicha hukmga aralashadigan taftishlar, sotchilar, shundaqla hukmni ijro qiladigan hukumatga mansub organ va xodimlarning bir-biridan butunlay mustaqil xizmat qiladiganligini, bularning bir-biriga bog'lanmay ayrim-ayrim rol o'ynaydiganligini bilmaydi. Chunki ularda hukmron ham qonun tuzgichi va hamda shu qonunni o'zi xohlagancha ijro qilg'uchi edi. Bizning Cumhuriyet qurgan ajdodimiz musulmon dunyosida demokratiya degan so'zning tarjimasi umumlashmasda uni xalqchillik deb uyg'urcha tushunib, qonun tuzadigan parlamentni kengash, qonun bo'yicha hukm qilishga oid tarmoqlarni adliya, qonunni ijro qiladigan diplomatiya, armiya, soqchi, turma va bojlarni boshqaradigan qurilmani hukumat deb atab bo'lgan. Dana bo'lar hukumat, adliya va parlament degan bir-biridan mustaqil 3 organni barpo qilgan. Ular shu chaqdala hammaning oldida demokratiyaning saylam, 3 huquqni ayirish, davlatni qonun bo'yicha boshqarish qatorliq prinsiplarini allaqachon amaliyotdan o'tkazib bo'lgan edi. Biz Cumhuriyet qurganda musulmon dunyosi ayni chaqdagi parlament tuzgan asos qonunga huquqi bor raisning, qo'shuni bor qo'mondonning, zimindor zardarlarning nima uchun chat kerolmaydiganligini va orlashib o'zgartirolmaydiganligini anqirolmaydi. Ular boylik, huquq va qurol bor guruh va kishilarda qonun tuzish huquqining bo'lmasligini, qonun tuzadigan kishilarning ijrosiga aralasholmasligini tasavvur qila olmaydi. Qo'lida 10 mingga yaqin qo'shuni bor Mahmud Mo'yidining faqat raislik unvoni bor Xo'janiyaz hojiga nima uchun itoat qilganligini tasavvur qila olmaydi. Ular yana rais jumhuriy Xo'janiyaz hojini saylagan bosh qo'mondon Mahmud Mo'yidi va davlatni qurishda tashabbuskor bo'lgan Sobit Damollamning raisning farmoni bo'yicha mangdiganligini tushunolmaydi. Mana bu islom dunyosidagi jaholat va shu jaholatlik davrda ajdodlar erishgan ma'rifat, ilg'orlik, zamonaviylik. Mana bu zamonaviy Cumhuriyet qurgan sarxillardagi demokratik fazilat. Mana bu o'zi saylagan yetakchiga bo'lgan sadoqat. Mana bu xalq topshirgan omonatga bo'lgan samimiyat edi. Biz Cumhuriyet qurganda hargizmi demokratik tuzumni shu chaqdagi demokratik davlatlarning ko'zi qarab, ularning yordami, qo'llashi va madadkorligini tilab
barpo qilgan emas. Biz barpo qilgan demokratik tuzum faqatla g'arb ta'sirida o'qigan Abdulla Ro'ziboqiyev, Nazarxo'ja Abdusamad, Mas'ud Sabiri, Tursun Apandi, Nizomiddin Apandi, Abduxoliq Uyg'ur qatorliqlarning tashabbusi bilan bo'lgan emas. Balki Qutlug' Shavqi, Abdulaziz Chingizxon Domollam, Sobit Domolla va Zerib Qarajimga o'xshash islom ellarida o'qigan ziyolilarning o'rtaq aqli bilan vujudga kelgan. Biz xuddi islomni qilishdan qo'rqib qabul qilmagandek, demokratiyani pulning tamosi yoki dunyoning itrof tashnaligida qabul qilgan emas. Biz jumhuriyat qurganda, demokratiyaga quchoq ochganda, millatimizdagi qadimdan kelgan uyg'urlik ruhi to'riklik rol o'ynagan. Uyg'urdagi shaxsga cho'qinmaydigan, nasabga tevinmaydigan, odamiylikni qadrlaydigan, mustabidlikka bo'ysunmaydigan, kengashga, jamoatchilikka, hamkorlik va lapqutlashqanga ko'nik ruh natijasida demokratiya degan bu yangi uqum uyg'urlik ruhiga singishib, ma'naviyatimizga osonla yiltiz tortgan. Biz jumhuriyat qurganda demokratiya uyg'urlik ruhiga yangi mazmun qo'shgan. Tarixdan buyon to'xtamay yangilanib turadigan, ammo tüp prinsiplardan voz kechmaydigan bu uyg'urlik ruhi fursat topsila yangi bir qiyofatda o'zini namoyon qilib kelgan. Shunga Uyg'ur 1933-yili jumhuriyat qurib, 11 yildan keyin ikkinchi qatam qurgan davlatni jumhuriyat deb atagan. Xuddi birinchi jumhuriyatga o'xshash 1944-yildagi jumhuriyatni g'arbda, sharqda o'qigan, dinda va fanda ta'lim olgan ziyolilar, boylar, yurt oqsoqollaridan tashkil topgan Uyg'urlar o'rtaq tanlagan. Chunki Uyg'urda qadimdan davom qilib kelayotgan ruh jaholatlik yakkilikning, asoratlik qulluqning, insonga cho'qinishning, moddani ulug'lashning ruhi emas, balki saodatlik jamlikning, hurlikning, tanglikning va mustaqil irodani ulug'lashning ruhi edi. Uyg'urlik ruhi zamonga, taraqqiyotga, hurlikka, ilmga uyushgan ruhlarning mujassimi edi. Bizdagi jamlanishga, jamiyatlanishga, kengashlik harakatga, jamoat qo'ynida yashashga bo'lgan intilish, jug'lishib, jur'atlanib o'zligimizni, hurlikimizni, mulkimizni, g'ururimizni qo'g'dashga bo'lgan tashnoliq jumhuriyat tuzumini tanlashning xemir turchi bo'lgan edi. 2019-yili 11-oyning 12-kuni.